Tug'ruqdan keyin ko'pchilik ayollarimiz o'z sochi to'kiladi. Shu muammo bilan kelganman va bunga yechim topdim. O'sha 3-marta kelishim, o'zi 6 marta olinadigan bu protseduramiz. Chunki oldinlari juda ham yomon to'kilib ketgan oldi sohalarim. O'shanda o'sha ozgina sochlar chiqib, o'sha sochlar tiklanayotganligini sezdim. Feruza opa oliy ma'lumotli kosmetologlar. Hozir bilasiz, 1-2 oy kurslarda ham o'qib, o'sha kosmetologlik qilib, jarrohlik qilib, juda ham ko'p odamlarga ziyon keltirayotgan kosmetologlarimiz ko'p. Bularga ishonganim oliy ma'lumotlilar. Undan tashqari mana hozir yaqinda Turkiyada bo'lgan kosmetologlarning yig'ilishida ham borib keldilar. Shuning uchun ham men ularga ishondim. Chunki baribir jonli bo'lgandan keyin odamlarning ustida u narsani o'tqish osonroq bo'ladi. Ham ishoncham ko'proq bo'ladi. Ayol kishi baribir o'ziga e'tiborli bo'lishi kerak, o'ziga qarab yurishi kerak. Kelmadim deganda ham, bormadim deganda ham обязательно chistkaga kelish kerak deb o'ylayman. Chunki ayollarning eng birinchi o'chirda bu yuz ko'rinishi bo'lsa, chiroy beradigan, ikkinchisi bu обязательно sochlar. Ishlariga omad. Yanada bundan ham yuksak martabalarga erishsinlar, dunyo miqyosidagi kosmetolog bo'lishlarini tilab qolaman. Feruza opani hammaga tavsiya qilib qolaman, albatta kelib protseduralardan foydalaninglar.